Hammaga assalomu alaykum. Bugun sizlar bilan Instagramda noldan profil ochib, $1000 daromadga chiqishni 3 ta qadamini ko'rib chiqamiz. Bilamizki, ko'pchilik o'ylaydi, Instagramda faqatgina mashhurlar yoki katta auditoriyasi borlargina daromad qiladi Instagramdan deb o'ylashadi, lekin aslida unaqa emas. Xo'p, qanaqa qilib biz $1000 daromadga chiqishimiz mumkin nol profildan? Xo'p, qaranglar, aslida oddiygina telefon orqali va profilimizni to'g'ri yuritish orqali va profilimizda to'g'ri monetizatsiya usulini tanlash orqali $1000 daromadga chiqishimiz mumkin. Misol uchun, men o'zimni blogimni boshlaganimda ham men nol daromad bilan boshlaganman. Umuman qanaqadir blogimga tikadigan pulim bo'lmagan yoki reklamaga, blogerga reklamaga beradigan pulim bo'lmagan. Prям noldan boshlaganman profilimni. Hozirda faqatgina Reels'dan jonli maqsadli auditoriya yig'ilgan. Hozirda blogimda 70 mingdan ortiq obunachilarim bor. Bu faqatgina meni profilimda o'xshamagan. Undan tashqari, meni profilimda yaxshi natijalar bo'lgandan keyin insonlarning o'zi, mijozlarning o'zi, hattoki mashhurlar menga o'zi aloqaga topib chiqishni boshlashgan. Ularning orasida masalan Ali Maybekovna, Habiba Shamsuddinova, Lola Zununova, Maftuna Rabbayevna, hozirgi kunda Shadisha bilan birgalikda hamkorlikda ishlab kelmoqdamiz. Undan tashqari 400 dan ortiq o'quvchilarimga bu yo'lni o'rgatib, daromadga chiqishida yordam berib kelganman va bu darsda ham siz shu yo'lni qanaqa qilib boshlash kerakligini o'rganib olasiz. Bugungi videoda nimalarni ko'rib chiqamiz? Birinchi navbatda nisha tanlash, ya'ni yo'nalish. Blog boshlashdan oldin biz qaysi yo'nalishda ketishimizni aniqlab olishimiz kerak. Bu yo'nalishni qanaqa qilib aniqlashimiz kerakligini bugungi darsimizda ko'rib chiqamiz. Undan keyingisi, ikkinchisi bu kontentlarni, ya'ni insonlarni jalb qiladigan kontentlarni, insonlarning e'tiborini o'shadigan kontentlarni qanaqa qilib yaratishni ko'rib chiqamiz. Va uchinchisi bu eng muhimi, ya'ni blog orqali 3 xil monetizatsiya qilish usuli, ya'ni 3 xil daromad qilish usuli. Xo'p, qaranglar, o'zi bu dars sizga to'g'ri keladimi, yo'qmi? Ya'ni bugungi darsimizda qanaqa insonlar uchun to'g'ri keladi? Birinchisi bu soha mutaxassisi bo'lib, daromadini 2x ga ko'paytirmoqchi bo'lganlarga bugungi darsimizda to'g'ri keladi. Undan keyingisi ikkinchi toifadagi insonlar bular, ya'ni zamonaviy kasblar orqali $1000 dan balandroq daromad qilmoqchi bo'lgan insonlarga bugungi darsimizda to'g'ri keladi. Ko'pchilik o'ylaydiki, Instagram like uchun, prosmotri qancha ko'p bo'lsa, shuncha pul to'laydi deb o'ylashadi. Ya'ni Instagramda blog yuritadiganlar shunaqa pul topadi deb o'ylaydiganlar ham bor oramizda. Lekin bu narsa xato. Instagram sizni likeingiz, prosmotringiz, obunachingiz ko'p bo'lganiga qarab turib, Instagram sizga pul to'lamaydi. Xo'p, bu narsa uchun Instagram pul to'lamasa, Instagramdan daromad degan tushunchani har doim eshitamiz, to'g'rimi? Hamma joyda Instagram orqali daromad degan narsani eshitamiz. Lekin buni qanaqa qilib qilish kerakligini sizga hech kim aytmaydi. Instagramdan daromad qilishning 2 xil yo'li bor. Hozir shuni sizlarga tushuntirib bermoqchiman. Xo'p, birinchisi bu kadr ustida, ikkinchisi kadr ortida. Endi bularning qanaqa farqi bor? Kadr ustida bu, ya'ni siz o'zingizni yuzingiz bilan blogga chiqishingiz, kadr ortida degani bu siz kameraga chiqmaysiz, kadr orqasida, ya'ni ishlab daromad qilishingiz mumkin. Bu qanaqa bo'ladi? Kadr ustida bu o'sha har xil blog yuritadiganlar, soha mutaxassislari bo'lishi mumkin, qaysidir kasb vakili bo'lishi mumkin. Aynan shunaqani blog yuritib, ya'ni o'zini ko'rsatib blog yuritadiganlar aynan shu orqali o'zini kasbini Instagramda insonlarga tanitish orqali, shu orqali daromad qilishi mumkin. Ikkinchisi kadr ortida. Kadr ortida bu zamonaviy kasb mutaxassislari, ya'ni bu mobilograf, content maker, reels makerlar bo'lishi mumkin. Bu insonlar kadr ortida o'sha kadrga chiqadigan insonlarni kontentini tayyorlab berib, o'sha orqali daromad qiladigan insonlar. Bu ikkalasi ham aynan Instagram orqali daromad qilish yo'li hisoblanadi. Endi aytadigan bo'lsak, men bularni ikkalasini ham qilib kelaman, ya'ni Instagramda ham blog yuritaman, ya'ni o'zimni yuzimni ko'rsatib ham blog yuritib kelaman. Kadr ortida ham ishlayman. Men ko'proq kadr ortida ishlashni afzal ko'raman, chunki bu birinchidan menga qulay, ya'ni har kun kameraga chiqishga anaqa emas, har kun masalan qizlarning problemasi, har kun kiyim kerak, masalan blogga chiqqaningizda har kun har xilcha kiyim kiyib chiqishingiz kerak bo'ladi. Ya'ni bu kamera sizni ko'p energiyangizni olib qo'yadi-da. Kadr ortida ishlash menga juda ham qulay, o'zimga qulay kiyimlarda yurishim mumkin. Xohlagan lokatsiyalarimga borishim mumkin. Ya'ni buni daromad usuli ham menga katta daromad olib kelgani uchun men aynan shu shu usulga ko'proq fokusimni qaratganman. Bu orqali hattoki chet eldan proyektlar olganman. Ya'ni Dubayda hozir doimiy yuritadigan bizning mijozimizning blogi bor. U uchun men har oy Dubayga borib kelishimga to'g'ri kelyapti va bu narsa menga
nima deydi, bunaqa proyektga menimcha hech kim yo'q demasa kerak. Har oy men Dubayga boraman. Ularni bloglarini yuritish uchun biz o'sha hafta 10 kun davomida bloglari uchun mana shu 10-15 ta bir oylik kontentni olib kelaman va har oy kontent tugashiga yaqin men yana borib syomka qilib, uni joylab boramiz doimiy. Bu menga nima beradi? Har oy Dubayga borib men bemalol bepulga sayohat qilib kelish, ya'ni imkoniyatini beryapti menga. Aynan shu kadr ortida ishlash menga bu nima deydi? Hamma proyektlarimdan bittasi xolos. Bunaqa proyektlarimdan O'zbekistonda juda ham ko'p. Men o'zim kameraga chiqmasam ham bemalol daromad qilishim mumkin. Masalan, blogimni doimiy yuritishga vaqtim bo'lmaydi. Ya'ni hamma aytgandek, sapojnik без сапога degan narsa aynan menga ham tegishli, chunki proyektlarimga asosan fokusimni qaratganim uchun, ya'ni kadr ortida ishlashni ko'proq tanlaganim uchun o'zimning blogim ko'pincha qo'ymayman videolar. Orada vaqtim bo'lib qolgan paytida yoki proyektlarim sal kamayib yoki o'zimning blogimni yuritishga ilhom kelib qolgan paytdagina o'zimning blogimni yuritib turishim mumkin. Ya'ni har doim kadrga chiqmasam ham, har doim blog yuritmasam ham men kadr ortida bemalol daromadimni davom etib kettirishim mumkin. Ya'ni bu doimiy kameraga chiqishim kerak degani yoki blog yuritib har kun kameraga chiqishim kerak degani emas. Men ya'ni blogim to'xtab qolgan holatda ham meni daromadim to'xtab qolmaydi. Meni har doimiy proyektlarim bor, O'zbekistonda ham proyektlarim bor, Dubayda ham bor proyektlar. Ya'ni onlayn qiladigan proyektlarim ham bor. Xullas, blogga chiqmasdan ham men kadr ortida bemalol daromad qilishim mumkin. Demak, darsimizni boshlaymiz. Eng qiziq joyiga keldik. Birinchisi boya aytganimdek, bu bizani blog boshlashdan oldin o'zimizga to'g'ri nisha, ya'ni yo'nalish tanlab olishimiz kerak bo'ladi. Men o'zimning proyektlarim misolida sizlarga keltirib bermoqchiman. Masalan, menga dizayner murojaat qilganlar, ya'ni interyer dizayner menga murojaat qilganlar. Men boshida bu sohani olishga qo'rqqanman, chunki bu sohaga idea qilish qiyin, ya'ni bu soha juda ham uzki. Bunaqa sohalar masalan juda ham ko'p. Yaqinda ham bugun ham bitta o'quvchim keldilar. Masalan, men xina proyektini olganman, xinaga idea qilishga qiynalyapman. Idea yo'q, bu juda ham uzki soha degan narsani aytishdi menga. Lekin men o'quvchimga ham aynan qayerdan idea olish kerakligini, idea yo'q degan joyda ham qayerdan biz idea olamiz va uni qanaqa qilib kontentga aylantiramiz. Kontentga aylantirgandan keyin u ishlayotgan mijozimizga qanaqa qilib bu biz yaratgan kontentlar daromadgacha olib kelishi mumkinligini aynan o'quvchimga ham tushuntirdim va bu narsani ham hozir sizlarga tushuntirmoqchiman. Aynan interyer dizayner menga murojaat qilganlarida men nima qildim? Faqatgina interyer dizaynerlar agar biza ularning sohalarida, agar bloglarida faqat sohalari haqida biza gapiradigan bo'lsak, bu juda ham ko'pchilikka qiziq bo'lmaydi va buni juda ham ko'pchilik tushunmasligi mumkin. Masalan, faqat dizaynerda qanaqa qilib dekoratsiya qilish, qanaqa qilib masalan uyni yasatish, qanaqa rang tanlash bo'lsa, masalan bu narsa ko'pchilikka qiziq bo'lmasligi mumkin. Ya'ni kamdan kam insonlarga, ya'ni soha juda ham uskilashib qoladi. Interyer by Shahlo profilida biz nimalar qilganmiz o'zi? Bular menga kelganlarda birinchi profillarida 10 mingdan oshiq obunachilar bor edi, lekin prosmotrlari почти juda ham past edi, prosmotrlari yaxshi emas edi va bu axvatni ko'tarib olishim kerak. Menga yordam bering deganlar. O'sha paytda men aytganman, yangitdan profil ochaylik deganimda, yo'q deganlar. Men shuncha mehnatimni o'chirgim kelmayapti deganlar. Chunki o'lib qolgan profilni ko'tarishdan ko'ra yangi ochganingiz tezroq ko'tariladi. O'shaning uchun men ularga taklif berganman, lekin yo'q deganlar uchun o'sha blogni biz davom ettirishga majbur bo'lganmiz. Xo'p, unda biz nima qilganmiz? 10 mingdan oshiq, ya'ni 11 ming adashmasam obunachilar bor edi. Keyin biz 5 oy birgalikda ishlaganimizdan keyin u blogni biz 50 mingtaga olib chiqqanmiz. Ya'ni 51 mingtaga olib chiqqanimizda profillari afsuski buzlon bo'lib qolgan. Buzlon bo'lgandan keyin biz orqaga qaytmaganmiz. Ya'ni mijozim уже men blog yuritmayman, bo'ldi, charchadim, qaytadan men shuncha yo'lni bosib o'ta olmayman. Bo'ldi, men boshqa blog yuritmayman, Instagramdan chiqib ketaman deganlar. Lekin o'sha paytda men ularga nima deydi, kerakli motivatsiyani berib, что bu blog sizni ertangi daromadingizga ta'sir qiladigan narsa, blogingiz bor degani bu har doim pulingiz bor degan narsani ularga tushuntirgandan keyin zo'rg'a yengitdan profil ochishga men ularni ko'ndirganman. Yengitdan ochganimizdan keyin profilda уже biz 2 oy ichida adashmasam 50 ming, yo'q, 2 oy ichida 30 mingdan oshiq obunachini qaytarib yig'ib olganmiz. Hozirgi kunda уже profillarda 60 mingdan ortiq obunachilar bor. Endi ko'rib turibsizlar, bu unda olib qaraganda juda ham uzki soha va interyer dizaynerdan O'zbekistonda hali juda ham ko'pchilik foydalanmaydi va bu narsani juda ham ko'pchilik tushunmaydi va dizayner o'zi nima kerakligini insonlar tushunmaydi. Va bu narsani bizning vazifamiz bu narsani shu blog orqali insonlarga to'g'ri yetkazib berish edi. O'shaning uchun biz nima qildik?
qildik. Faqatgina dizayner qiladigan ishi, dizayner rang tanlaydi, dizayner dekoratsiya qiladi, dizayner mana bunaqa qiladi degan narsani emas, aynan bunga qiziqarli mavzularni olib chiqdik. Ya'ni bu kontentga, ya'ni interyer dizaynerlik sohasiga biz insonlarni qiziqtirish uchun, interyer dizaynerning o'zi vazifalari nimaligini insonlarga yetkazib berish uchun, ko'proq insonlar buni ko'rish uchun biz boshida albatta axlatga ishlaydigan kontentlarga e'tiborimizni qaratganmiz. Bunda biz nimalar qilganmiz? Faqatgina interyer dizaynerga bog'liq emas, aynan uylarni obzorlarini olib chiqqanmiz. Masalan, villa proyektlari olganlar, villa proyektlarini ham obzor qilganmiz. Undan tashqari biz aynan shu uylarni sotib olinish istoriyalarini olib chiqqanmiz. Masalan, bu uyni xo'jayinlari ayollariga sovg'a qilibdilar va menga mana bunaqa taklif bilan keldilar. Bular uyni uslubi mana bunaqa high-tech uslubi deydi, lekin uyni egasi klassika xohlaganlar uchun high-techni qanaqa qilib klassikaga o'girdik degan narsa bilan biz, ya'ni videoyimizning eng boshini hook bilan boshlaganmiz. Ya'ni hook bizada o'sha uyni olinish istoriyasi, ya'ni bu xo'jayinlar ayollariga sovg'a qilganliklari bizga hook vazifasini bajargan. U yoqda uyni obzor qilib biz bir yo'la ularning ishlarini ham tushuntirib ketganmiz. Aynan mana shunaqa kontentlar orqali biz insonlarni og'riqli nuqtalari, insonlarning emotsiyasiga ta'sir qila oladigan hooklarni ishlatish orqali biz bu sohani hozirda juda ham ko'pchilikka nima deydi, yoyganmiz desa ham bo'ladi. Xo'p, qaranglar, endi bular bloglardan qanaqa qilib daromad qiladilar? Daromadlari aynan o'zlarining kasbi orqali bo'lyapti, ya'ni Instagram orqali bo'lyapti. Ularda masalan Reels olamiz, o'sha olgan Reelsimiz kattaroq axlatga chiqadi yoki o'zini kerakli insonlarga yetib boradi. Maqsadli auditoriyasiga yetib borgandan keyin insonlar zayavka bilan kelishadi, ya'ni Instagramda zapros bilan kelishadi. Mana shunaqa dizayn uslugasi kerak bo'lgan insonlar kelib murojaat qilishadi Instagramga va ularning daromadlari Instagram orqali bo'lyapti. Ya'ni hozirgi kunda ularning proyektlari kamida $8,000 dan boshlanadi. 8,000 dan $15,000 bo'lishi mumkin. Bitta dizayn proyekt qilib berishlari. Endi bular kattaroq villalar bilan ishlaganlari uchun narxlari ham mana shunaqa, shunga yarasha. Endi bularda undan tashqari mayda anaqalari ham bor. Masalan, domla uchun qilgan interyer dizaynerlari ham bor, lekin ko'proq villalar bilan ishlaganliklari uchun, ya'ni bitta oldirgan reelslarini orqasidan anunda aytdilar, mana shu olgan reelsimizdan menga zapros keldi, mana shu videoni olgan ekansiz, menga mana shunaqa narsa kerak edi deb murojaat qilgan va ular $15,000 ga proyekt olganlar. Men aytmoqchi bo'lgan narsam, ya'ni bitta reels masalan tushsa necha pulga tushadi? Qilsa $50-60 dan tushishi mumkin. Ularga bitta reelslari $50-60 dan tushadi, lekin ularga bitta reels orqali $15,000 lik proyekt kelyapti. Tushunyapsizlarmi? Bu bilan nima demoqchiman sizlarga? Instagramdan bemalol daromad qilishingiz mumkin. Ya'ni o'zingizni sohangizni insonlarga to'g'ri yo'nalish berib va bu narsani insonlarga to'g'ri taqdim qila olsangiz, bemalol Instagramdan siz daromad qilishingiz mumkin. Sohangiz uski bo'ladimi, shiroki bo'ladimi sohangiz, baribir hammasidan daromad qilishingiz mumkin. Chunki har bitta sohani o'zini maqsadli auditoriyasi bor. Bizning ishimiz o'sha maqsadli auditoriyasini to'g'ri topishimiz. Xo'p, biz nisha yo'nalish tanlayotganda o'zi nimalarga ahamiyat berib tanlashimiz kerak. Bu soha uski bo'lsa ham bo'lishi mumkin, lekin biz mana shu 4 ta savolga biz birinchi javob berishimiz kerak. Birinchi navbatda bu soha trenddami? Ya'ni hozirgi kunda bu soha aktualmi? Insonlarning bu narsaga talabi bormi? O'sha narsani biz bilib olishimiz kerak. Undan keyingisi bilishimiz kerak bo'lgan narsa, bu soha insonlarni, ya'ni biz tanlamoqchi bo'lgan sohalarni qo'yib ko'ramiz variantga. O'sha biz tanlamoqchi bo'lgan sohamiz insonlarga qanaqadir foyda beradimi? O'zi insonlarga bizning foydamiz tegadimi? Aynan shu savolga biz javob berishimiz kerak. Ya'ni ko'r-ko'rona hech kimga foydasi yo'q, blog yuritish menimcha hech kimga kerak yo'q. O'shaning uchun ham biz bu savolga javob berishimiz kerak bo'ladi. Biz mana shu tanlagan yo'nalishimiz insonlarga qanaqa foyda olib keladi? Aynan shu savolga javobini bilishimiz kerak bo'ladi. Endi uchinchi e'tibor berishimiz kerak bo'lgan narsa bu sizni yuritmoqchi bo'lgan sohangiz, ya'ni siz tanlamoqchi bo'lgan nisha insonlarda to'lov qila oladigan auditoriya yig'adimi? Masalan, bu nima degani? Masalan, oddiy lifehack yuritadigan bloglar bo'lishi mumkin. Unda insonlar faqatgina lifehacklar ko'radi, lekin unga qanaqadir sizni uslugingizni sotib olib, ya'ni bu faqat lifehack qo'yish orqali siz ertaga profilingizdan nima deydi, monetizatsiya qila olmaysiz, ya'ni daromad qila olmaysiz. O'shaning uchun bu narsasiga ham ahamiyat berishimiz kerak. Biz prosta faqatgina foyda berib, biz cheklanib qolishimiz kerak emas. Ya'ni blog yuritishdan hammaning maqsadi baribir daromadga borib taqaladi, to'g'rimi? O'shaning uchun biz faqatgina foydali emas, ya'ni bir tarafdan foydali bo'lgan holatda bizga ham bu blog
blog foydali bo'lishi kerak. Ya'ni bu bizani tanlagan sohamizga biza ertaga daromad olib kela oladimi? Aynan shu savolga javob berishimiz kerak bo'ladi. Va eng oxirgisi bu muhimi, ya'ni meni tajribam. Ya'ni bu tanlayotgan sohamda meni o'zi qobiliyatim bormi? Bu sohada ertaga blog yuritishim uchun tajribam yetarlimi? Ya'ni insonlarga noto'g'ri yoki yolg'on ma'lumot berib qo'ymaymanmi degan savollarga biz javob berishimiz kerak bo'ladi. Ya'ni bu savollarni hammasiga javoblaringiz ha bo'ladigan bo'lsa, bemalol bu nishani, bu yo'nalishni siz tanlashingiz mumkin bo'ladi. Xo'p, birinchisi bizda sohani tanlash edi, ya'ni nisha tanlash edi. Endi sohani tanlab olganimizdan keyin bizani qiladigan ishimiz nima? Ya'ni ikkinchisi bu insonlarni jalb qiladigan kontent yarata olish. Biza insonlarni jalb qiladigan kontent yaratishdan oldin analiz qilishimiz kerak bo'ladi. Analizning ham ikki xil yo'li bor. Konkurentlarni analiz qilishimiz bor va o'zimizning auditoriyamizni analiz qilishimiz kerak bo'ladi. Konkurentlarni qanaqa qilib analiz qilamiz? Ularni endi Instagramda blog yuritadiganlar bor, yuritmaydiganlar ham bor. O'shaning uchun Instagramda blog yuritadiganlarni kirib, biz analiz qilib chiqishimiz kerak bo'ladi. Bularni profillarida plus taraflari nima? Ya'ni sizga qaysi tomoni yoqyapti, qaysi jihati uchun siz kuzatgan bo'lardingiz bularning profilini va minuslarini ham ko'rib chiqishingiz kerak bo'ladi. Qaysi tomoni sizga yoqmayapti, qaysi narsa uchun siz bulardan atpiska qilgan bo'lardingiz. Aynan bu narsalarni ko'rib chiqishimiz kerak. Minuslarini ko'rib biz o'zimizga xulosa qilamiz, ya'ni bu narsani o'zimizning blogimizda takrorlamaslik uchun. Pluslarini ko'rib biz o'zimizga ideya olishimiz kerak bo'ladi. Ya'ni bu degani ko'r-ko'rona birga bir ko'chirish kerak deganimiz. Aynan shu orqali biz ideya olishimiz mumkin bo'ladi. Undan keyingi qiladigan ishimiz o'zimizning maqsadli auditoriyamizni analiz qilishimiz kerak bo'ladi. Ya'ni bu sohadagi insonlarning muammolarini o'rganishimiz kerak bo'ladi. Misol uchun sizlarga hozir bitta zo'r misol keltiraman. Sizlar ideya nima deb topa olmayotgan bo'lsanglar, bitta yo'l o'rgataman. Ya'ni o'quvchilarimga ham aytganman bu narsani. O'zingiz masalan hali blog yuritmagan bo'lsangiz, o'zingizda 0 bo'lsa, agar blogingiz bo'lsa, blogingizdan so'rashingiz mumkin. Masalan, nimada qiynalyapsizlar, qanaqa muammolar bor siz, blogingizdagilar o'zi sizga javob berib aytishi mumkin va o'sha muammolarga siz kontent yaratishingiz mumkin. Lekin siz hali blog boshlamagansiz va 0 dasiz. Qanaqa qilib siz ideya qilishingiz mumkin? Bu uchun o'zi aytganimdek konkurentlaringiz profillarini ko'rasiz va uni kommentariyalarga kirsangiz, o'sha yerda insonlar o'zining muammosini yozgan bo'ladi. O'sha masalan, doktor profili bo'lsa, doktorga yozib qolishgan bo'ladi. Meni bolamda mana muammo bo'lyapti, shuni qanaqa qilsam bo'ladi uy sharoitida yokida uy sharoitida degan narsa har doim prosmotrlari baland yurgan. Любой sohada bo'lishidan qat'iy nazar, masalan, fitness trener bo'lgan holatda ham ko'pchilik zalga chiqa olmaydi. O'shaning uchun uy sharoitida siz mana bunaqa mashqlarni bajarib, bunaqa natijaga chiqishingiz mumkin degan kontentlar har doim rekomendatsiyada yuradi agar e'tibor bergan bo'lsanglar. O'shaning uchun sizlar ham agar juda ham ideya qilishga qiynalayotgan bo'lsanglar, buni eng oddiy usul o'sha konkurentinglarning kommentariyalaridan yozishinglarni ko'rib o'rganishinglar mumkin bu narsani va o'sha analiz deganda bu eng sodda usul hisoblanadi. O'zingiz mana shu o'zingizni auditoriyangizni muammosini o'rganib turib, o'zingizni auditoriyangizni analiz qilish deganda, masalan, siz 0 dan ochgan bo'lsangiz, hali auditoriyam yo'q deyishingiz mumkin. Maqsadli auditoriya degani bu o'zi hozirdagi bor auditoriyangizni analiz qilish degani emas. Aynan siz kelajakda qanaqa auditoriyani o'zingizga jalb qilmoqchiligingizni analiz qilishingiz kerak. Bu degani sizga kelajakda qanaqa muammosi bor insonlar kerak. Qanaqa muammosi bor insonlar sizni sohangizga qiziqish bildiradi. Aynan o'sha insonlarning muammolarini o'rganib, masalan, yon atrofingizdagi insonlardan so'rab turib ham bu narsani bilishingiz mumkin. O'zingiz sohangiz bilan bog'lab turib, inson borki, o'sha sohalardan problemasi bor insonlar har doim topiladi. O'sha insonlardan so'rab turib, biz bemalol o'sha muammoga kontent yaratishimiz mumkin. Asosiysi biz o'zimizning kontentimizni to'g'ri huk bilan boshlashimiz kerak. Ya'ni videoyimizning eng boshidagi 3 sekundi juda ham muhim hisoblanadi. Aynan o'sha 3 sekundda biz insonlarning e'tiborini tortadigan, aynan ularning muammosiga to'g'ri keladigan gaplar bilan boshlashimiz mumkin. Masalan, meni soham misolida aytadigan bo'lsak, Reels makerlarda qanaqa muammo bo'lishi mumkin? Prosmotr yig'mayapti yoki video sifatli chiqmayapti. Meni o'zim blogimda ham shunaqa holat kuzatildi. Men boya aytganimdek, sizlarga mana 4 oy blogimni yuritmaganman, ya'ni umuman Reels chiqmagan 4 oy davomida bitta ham chiqmagan. Ana o'shandan keyin blogimni yuritgim kelib qoldi. O'shandan keyin men nima deydi, insonlarni o'sha og'riqlarini o'rganib chiqishga harakat qildim. So'raganimda, ya'ni yon atrofimdagilardan ham so'raganimda, har doim endi men doimiy ishlab kelgan inson bo'lganim uchun menga qanaqa murojaatlar kelib tushadi, o'sha narsalarni o'ylaganman. Ya'ni miyamda analiz qilib, men bu videoyim sifatli chiqmayapti yoki men bunaqa ola olmayman, kamerani qanaqa nastroyka qilishim kerak, shunaqani oddiy narsalarni so'rashganligini eshitib, aynan shu narsalarga moslab
3 ta video chiqardik. 4 oydan keyin 3 ta video qo'ydik. Ya'ni kunora qilib mana shunaqa 5 kun ichida biz 3 ta reels qo'ydik. O'sha 3 ta reels qo'yganimizda bizdagi уже 1200 dan ortiq obunachi keldi bizga. Aynan shuni aytmoqchiman sizlarga. Aynan sizlar maqsadli auditoriyalarni og'rig'ini to'g'ri o'rgana olsanglar, ya'ni ularning muammosiga, oddiy muammolarga yechim berishingiz mumkin. Kontent qilayotganda bitta narsani xayolingizdan chiqarib tashlanglar. Bu oddiy narsa, buni insonlar biladi degan narsani umuman xayolingizdan chiqarib tashlanglar. Hamma ham bilmaydi bu narsani. Siz soha mutaxassisiz, siz bilasiz bu narsani. Siz bildingiz degani, ya'ni sizni kuzatayotgan hamma biladi o'sha bu narsani. Bu juda ham oddiy narsa. Buni olib chiqa olmayman degan narsani xayolingizdan chiqarib tashlanglar. Masalan, men ham haligacha so'rashadi. Men masalan necha marta qo'yganman. iPhone kamera nastroykasini qanaqa qilish kerakligini men necha marta qo'yganman, lekin hali ham o'sha narsani mendan so'raydiganlar bor. O'shaning uchun ora-orada buni har xil formatlarda men aynan shu savolga, aynan shu muammoga yechim berishga harakat qilaman va bu narsa har doim katta axvatlarga sabab bo'lgan. Endi qaranglar, qachon bizda axvatimiz baland bo'ladi. Axvat baland bo'lishi uchun biza ko'proq insonlarni harakatga undashimiz kerak bo'ladi. Ya'ni Instagramni o'zini взаимодействие knopkalari bor. Bular o'sha biz bilgan like, kommentariy, repost, сохранить va подписка tugmalari. Ya'ni o'sha Instagramning o'zini knopkalari. Ana o'sha knopkalarni qancha ko'p bostira olsak, o'shanda videolarimiz har doim rekomendatsiyada yuradi. Yana bitta narsa, videoingiz qancha oxirigacha ko'rilsa, o'shanda videoingiz yana ham ko'proq prosmotrlar yig'adi. Endi взаимодействияларning ichida eng muhim turadigani, bu eng birinchi o'rinda turadigani bu repost. O'shaning uchun e'tibor bergan bo'lsanglar, Vinerlar juda ham ko'p ishlatishadi. Sizni ham shunaqa do'stingiz bo'lsa, unga yuborib qo'ying yoki sizni mana bunaqa do'stingiz degan kontentlar ko'payib ketdi, to'g'rimi? Bular nima uchun? Aynan o'sha repostlar sonini ko'paytirish uchun, ya'ni samolyotiklarning sonini ko'paytirib, videoni ko'proq axvat yig'ishiga va o'sha axvat orqali ertaga ular masalan, ular qanaqa daromad qiladi, ularning daromadiga qanaqa ta'sir qiladi. Buni keyinroq monetizatsiya anaqasida gaplashamiz. Bundan keyin monetizatsiya haqida gaplashamiz. Ya'ni bu prosmotr axvatlar ularga qanaqa daromadiga ta'sir qiladi. Bundan keyingisida aynan shular haqida gaplashamiz. Xo'p, endi qaranglar, bu aytayotgan взаимодействие, repost deyotganim bu bittagina instrument, ya'ni topga chiqarishni bittagina instrument hisoblanadi. Bunaqa instrumentlardan juda ham ko'p. Afsuski, bularning hammasini bugungi darsimizga sig'dirishning hech ham iloji yo'q. Bular masalan kamera bilan to'g'ri ishlash, chiroqlar bilan to'g'ri ishlash bo'lishi mumkin, to'g'ri rakurs tanlash bo'lishi mumkin. Ya'ni videoda gapirayotgan gapingiz, boshida qanaqa gapirish, oxirini qanaqa gapirish, bularni batafsil o'zimni kurslarimda kiritib ketganman. O'shaning uchun hozirgi kunda o'quvchilarim уже ancha yuqori natijalarga chiqib olishgan. Xo'p, endi bizda uchinchisi, ya'ni bu Instagramdan daromad qilishni 3 xil monetizatsiya usuli haqida gaplashamiz. O'zi Instagram auditoriyasi 2 xilga bo'linadi, ya'ni kontentni ko'ruvchilar va kontentni joylovchilar. Kontentni joylovchilar albatta daromad qilishadi. Endi o'sha kontent qo'yadiganlardan 3 xil daromad qilishi mumkin, ya'ni 3 xil monetizatsiya usuli bor. Birinchisi bu o'sha hamma bilgan Vinerlar, blogerlar bo'lishi mumkin. Ularning daromad usuli aynan reklama orqali bo'ladi. Boya aytganimdek, ularga ko'proq prosmotr, ko'proq repost nima beradi? Ularning axvati qancha baland bo'lsa, podpishchigi qancha baland bo'lsa, reklamasining narxi shuncha baland bo'ladi. Ular aynan o'sha reklama orqali daromad qilishadi. O'shaning uchun ko'p videolarda hayotiy videolar olib chiqishga harakat qilishadi. Bir-biriga yoradigan videolar qilishga harakat qilishadi. Ya'ni nimaga? O'sha qancha prosmotri, qancha obunachisi ko'p bo'lsa, shuncha reklamasining narxi qimmatroq hisoblanib boradi. Endi sizlarga hozir shu yerda bitta narsa aytib ketaman. Har doim uchadigan bizda o'zini anaqalari bor, yo'nalishlari bor. Bular nima haqida? Masalan, ota-ona haqida qilingan kontentlar har doim uchadi. Munosabatlar haqida qilingan kontentlar har doim uchadi. Bularni misol tariqasida sizlarga 3 ta proyektimdan misol keltirishim mumkin. Masalan, birinchisida Shadisha profillarida qilganmiz, masalan, qizi bor onalar. Bu milliondan oshiq prosmotrga olib kelgan. Ya'ni bu nima? Farzand tarbiyasi muammosi ham har doim hammada bor. Bu juda ham keng tarqalgan muammolardan bittasi. Farzand tarbiyasi har bitta ota-onaga qiziq mavzu bo'lgani uchun har doim любой biza sohani farzand tarbiyasiga bog'lashimiz mumkin. любой sohani farzand tarbiyasiga bog'lashimiz mumkin. Bu yerda ham Shadisha ham psixolog bo'lganliklari uchun ularni aynan shu sohaga biz bog'laganmiz va bu bizga kattaroq axvat olib kelishga sabab bo'lgan. Qizi bor onalar, ya'ni har
bitta qiz tarbiya qilayotgan onalarga bu kontentimizga yetib borgan va o'shaning uchun ham kattaroq ofatga sabab bo'lgan. Bu endi farzand tarbiyasiga bitta misol. Undan keyingisi biza Xo'p, misol uchun Dubay proyektimda nima qilganimizda, aynan biza o'sha showroomga borganimizda arablarni ko'rib qolganmiz. Arablar aynan ayollarga mahrga uy sovg'a qilish uchun uy ko'rayotganlarni ko'rganmiz, eshitganmiz bu narsani, eshitganimiz uchun aynan shu narsani kontent qilishga qaror qilganmiz. Chunki men bilaman bu narsani, har doim munosabat haqida qilingan kontentlar yuqori ahvollarda chiqishini bilganim uchun aynan shu narsadan boshlaymiz videoni deganman. Ya'ni bu bizaga huk vazifasini, e'tiborni jalb qilish vazifasini o'tab bergan. Ana qarasanglar, biz orqalarida bular gapirganlar, ekspert gapirganlar, orqalarida arablar ozgina tushib qolgan, o'tib ketganlari shunday gapirganlar, ana mahrga uy ko'rishyapti degan gap bilan biz boshlaganmiz. Ya'ni bu gap bizaga huk vazifasini bajarib bergan. Xullas, bu videomizda ancha yaxshi ahvatlarga sabab bo'lgan. Bu blogni biz noldan ochganmiz, noldan ko'targanmiz. Dubay proyektimda adashmasam fevral oxirroqlarida boshlaganmiz. O'sha hozirgi kunda 13 mingtacha obunachilar bor. Hammasini o'sha jonli obunachilar bilan yig'ganmiz. Bularda ham o'sha aytmoqchi bo'lganim, aynan o'sha videolarning orqasida adashmasam 3 ming 4 mingdan oshuv podpishchik kelgan va 300 mingdan oshuroq, adashmasam 500 mingga yaqin prosmotr bo'lgan u videomizda. Ya'ni bu nima demoqchiman? Videomizni iloji boricha mana shunaqa jalb qiladigan huquqlar bilan boshlashimiz kerak bo'ladi. Va yana bitta misol, boya aytib o'tganimdek, Interior by Shahlo profillarida ham biz aynan xo'jayinlar ayollarga sovg'a qilingan uyni obzor qilamiz. Bugungi proyektim aynan shu uy deganda insonlar o'sha qiziqqan bu uyni ko'rishga. Undan tashqari yana bitta misol keltirishimiz mumkin. Zaministr ayollarga sovg'a qilgan uy deb ham olib chiqqanmiz. Bular hammasi haqiqatda bo'lgan istoriyalarni biz olib chiqqanmiz. Nimaga buni biz foydalanganmiz? Boya aytganimdek, aynan munosabat haqida qilingan kontent. Aynan shu huquqdan foydalanganimiz uchun videomizni prosmotri yaxshi ahvatlarga sabab bo'lgan va bu narsa даже Telegram kanallarida tarqab ketgan. Bu zaministr ayollarga sovg'a qilingan uy deb даже Telegram kanallarida bu videomizni tarqab ketishiga sabab bo'lgan. Ko'rib turganingizdek, любой sohani, даже узкий sohani ham biz bemalol mana shu ota-ona mavzusiga, munosabat, farzand temalariga bemalol bog'lashimiz mumkin. Bu bizga kattaroq ahvat qilishiga yordam beradi. Endi qaranglar, bu mijozlarim qanaqa monetizatsiya usulidan foydalanishadi? Masalan, Interior by Shahloda ham xizmatlarini sotish orqali bo'ladi. Ya'ni aynan o'sha qo'ygan reelslarimiz baland ahvatga chiqqani sababli ko'proq inson ko'radi va xizmatlarini sotishlariga sabab bo'ladi. Bu ya'ni monetizatsiyaning ikkinchi usuli hisoblanadi. Birinchisini aytdim sizlarga, aynan Vayner blogerlar reklama orqali daromad qiladi. Bu monetizatsiyaning birinchi usuli, lekin bunga chiqib olishingiz uchun siz boshida juda ham katta ahvatlarga chiqib olishingiz kerak bo'ladi. Ya'ni kattaroq reklamaga siz sotish uchun katta ahvatlarga chiqib olishingiz kerak bo'ladi. Lekin endi blog boshlaganlar uchun eng yaxshi usul ham bu o'zingiz sohangizga qarab turib, endi Interior by Shahlo misollarida keltiradigan bo'lsak, bular aynan xizmatlarini sotish orqali Instagramdan monetizatsiya qiladilar. Boya aytgandek, bitta reels orqali ular 15 ming dollarga bitta proyekt olganlar. Bu endi bitta misol. Undan tashqari ularning nechta proyektlari bor? Men bu narsalarni sanab ham chiqmaganman. Ya'ni ular aynan shu Instagramda xizmat sotish orqali monetizatsiya usulidan foydalanadilar. Endi Dubay proyektimda ham aynan shu narsaga misol keltirish mumkin. Ular endi Dubayda brokerlik bilan shug'ullanganliklari uchun ular ham aynan nima deydim? O'zlarini xizmatlarini sotish orqali daromad qilyaptilar Instagramdan. Ular to'g'ri uy sotadilar. Masalan, Dubayda uylar kamida 200 ming dollardan boshlanadi. Bu narsani e'tibor bergan bo'lsanglar, Instagram orqali qilinyapti bu narsalar. Instagram bo'lmaganda, masalan, ularning brokerligini hech kim bilmasdi ham, ularga hech kim murojaat qilib, uy sotib olmasdi ham. Hozirgi kunga qadar, masalan, o'sha fevralda ochilgan bo'lsa, 3 tadan ortiq uylarni o'sha menimcha sotdilar. Undan ko'p bo'lmasa agar, meni bilganim shuncha. Endi tasavvur qilinglar, qancha daromad qilyaptilar ular. Dubayda o'sha aytganimdek eng kam 200 ming dollardan uylar boshlanadi. Endi eng minimalni sotdi deganda ham bilmayman ular necha pulga sotdi, 400 ming dollarlik sotdilarmi? Endi o'zlarini brokerskiy haqlarini olyaptilar va bu daromadni aynan Instagramda o'zlarini xizmatlarini sotish orqali monetizatsiyadan foydalanyaptilar. Xo'p, endi 3-monetizatsiya usuli. Birinchisi bu Vaynerlar reklama orqali, ya'ni Vayner blogerlar xullas reklama orqali daromad qiladiganlar. Ikkinchisi xizmat sotish orqali daromad qiladiganlar. Endi uchinchisi bu aynan tovar sotish orqali. Tovar sotish usuli ham juda ham keng tarqalgan. Bunga misol internet magazinlarni aytishimiz mumkin yoki oddiy offline magazinlarni ham internetda tanishish orqali sotish etish mumkin. Masalan, bularga nima misol bo'lishi mumkin? Baxtiyorovani NB butiki bor masalan, u yoqda ham har doim tovar kelishi bilan tugab qoladigan narsalarni
qo'yishadi. Bular ham aynan o'sha narsani Instagram orqali sotishyapti. Xo'p, undan tashqari Bonamur brend bor. Bonamur brendda ham o'zlarini masalan Bonamur asosiy daromad manbai mana shu magazinim deb juda ham ko'p aytgan, to'g'rimi? Bu magazinini aynan Instagramda yuritish orqali, Instagramda kiyimlarni ko'rsatish orqali bular Instagram orqali daromad qilishyapti. Ya'ni bu degani tovar sotish orqali daromad qilish. Birinchisi reklama orqali bo'ladigan bo'lsa, ikkinchisi xizmat sotish bo'lsa, uchinchisi bizda tovar sotish orqali bo'lyapti. Bunga masalan kosmetikalar bo'lishi mumkin, mana shunaqa kiyim bo'lishi mumkin. Dilmus bor masalan, Dilmus magazinda ham menimcha bilmaydigan ayol bo'lmasa kerak. Ular ham aynan Instagramda tanilganliklari uchun ham har doim tovarlari tugab qoladi va bularga o'ylaymanki juda ham katta daromadga olib kelgan bu magazin egalariga albatta. Bularni hammasi ko'rib turganinglardek Instagramda blog yuritish orqali bo'lyapti. Endi bitta narsaga ahamiyat bergan bo'lsanglar, 3 xil monetizatsiya qiladigan insonlarning ham orqasida, ya'ni ularga kontent qilib beradigan inson bo'ladi. Ya'ni kadr ortida ishlaydigan inson bor. Hammasida shunaqa inson bor, to'g'rimi? Demak, ularning hammasi daromad qilyapti degani. Bugungi kunda hozirda bunaqa, nima deydi, bunaqa ishlaydigan insonlarga talab juda ham yuqori. Ya'ni content maker, reels maker, mobilograflar hozirgi kunda talab juda ham yuqori. Faqat bu uchun siz yetarlicha bilimlarga ega bo'lishingiz kerak bo'ladi. Yana bitta aytmoqchi bo'lgan narsam, bu talab yuqori bo'lishidan tashqari bu kasbga juda ham yaxshi pul to'lanadi. Ishonmasanglar, masalan, o'quvchilarim aktualnisi bor Instagramda, u yoqdan ko'rishingiz mumkin. Yokida unga ham ishonmasanglar, OLX gami, Google gami, siz masalan Headhunter saytlari bor, ya'ni ish beruvchi saytlar bor. O'sha saytlarga kirib ham masalan content maker, mobilograflar deb yozsangiz, ularga nech pul taklif qilinayotganini, ya'ni mobilograflarga qancha pul insonlar berishga tayyorligini o'z ko'zingizlar bilan ko'rib, bu narsaga ishonch hosil qilishingiz mumkin. Bilaman, ko'pchilikda qo'rquv bo'ladi. Qo'limdan kelmaydi, men qila olmasamchi degan qo'rquvlar bo'lishi tabiiy hol. Bunaqa narsa menda ham bo'lgan. Bu nimadan kelib chiqadi o'zi? Bizda yetarlicha bilim bo'lmagan paytdagina bizda qo'rquv bo'lishi mumkin. O'zi aslida bu bilimlarni bemalol 2 oy ichida o'zlashtirib, bemalol siz ham shunaqa daromadga chiqishingiz mumkin. Bularning ichida masalan nimalar kiritilgan? Kursim ichida boya aytgan hamma narsamni o'tda mayda detalligacha hamma sirlari bilan bemalol o'rganasiz. O'sha aytganimdek kamera nastroykasidan tortib professional syomka qilib, qanaqa qilib daromad qilish, hatto klient bilan to'g'ri muloqot qilish, qanaqa qilib qimmatroqga o'zingizni uslugalaringizni sotish haqida ham darsliklar kiritilgan. Agar siz ham o'quvchilarim qatoriga qo'shilib, o'zingiz mustaqil daromadga chiqib, sayohatlar qilishni xohlayotgan bo'lsangiz, sizga hozir maxsus taklifim bor. Tabriklayman, siz videoni shu joyigacha ko'rgan bo'lsangiz, bemalol meni kursimga maxsus taklif bilan yozilib, undan tashqari sirli bonuslarni qo'lga kiritishingiz mumkin. Nimaga aynan sizlarga sirli bonusni bermoqchiman? Chunki siz videoni hozirgi paytgacha уже ko'rdingiz va undan o'ylaymanki, yetarlicha manfaat ola oldingiz deb o'ylayman. O'shaning uchun aynan sizga sirli bonuslarni taqdim qilmoqchiman. Ro'yxatdan o'tib, sirli bonuslarni qo'lga kiritmoqchi bo'lsangiz, pastdagi havola orqali ro'yxatdan o'ting va orzungizdagi hayotga birinchi qadamni qo'ying va bonuslarni ham qo'lga kiriting.